Gaz to'planishi paydo bo'lsa ko'ring masaji. Chaqaloqning ichagi hali to'liq shakllanmagan, shuning uchun ona suti yoki aralashma ichakka tushganda ichak florasi bilan to'lib boradi va natijada gazlar paydo bo'ladi. Ular chaqaloqni taxminan 8-haftadan 15-haftagacha bezovta qiladilar va kunning istalgan vaqtida paydo bo'ladi. Bolada gaz bo'lsa, u qichqirishi, zo'riqish, qizarib ketishi va oyoqlarni tepishi mumkin. Barcha harakatlar asta-sekin bajarilishi kerak. Qo'llaringizni qorniga mahkam bosib turing. Harakat yo'nalishi soat yo'nalishi bo'yicha. Jigarni shikastlamaslik uchun o'ng qismini chetlab o'tamiz. Agar chaqaloq baland ovozda yig'layotgan bo'lsa, massajni kechiktirish va qorinni sizga qarab qo'lingizga olish yaxshiroqdir. Qorinni gaz uchun massaj qilish texnikasi xuddi savol belgisini chizayotgandek. Qarshi silashdan ham foydalanamiz kindik atrofida. Va bunday harakatlar. Iltimos, ushlab turing, ushlab turing, ushlab turing, ushlab turing.